Akalar tinchlikmi? Sen bankdan chiqasan, senda katta pul bor. Nima bu? Ash pulni bermasang hozir bolalarim masalani hal qiladi. Aka sizlar bilan po'lat o'ynashga vaqt yo'q. Akalar qochinglarmi o'tang. Tush. Qodir bu sig'mayapti. Ha, bolani hal qilamizmi, yo'qmi? Qidiruvdan tanib qolsa problema. Ay quloq! Ay quloqni tortma. Nima gap akalar? Chekroq o'tir. Nima bu? Digo. Ha? 14 kalibrli AK-47 to'pponchasi. Detskilashma. Qodir to'pponchasini sindirdi. Pichoqtira, davay, pichoqtira. Hazillashma, asabimga tegma, so'yib yuboraman. Chiqar pullar. Pichoqmi? Yo, bu barmoq aka, tushuntiryapman. Mana pichoq. Oy. Nima yana? Akam kalga o'tgan bering, kuchidanglar tanib qolaman, xavfli jinoyatchiman-da. Hozir 3 soniyani ham yechib olaman. Ket yo'qol. Oni kalga o'tgan bermayapti. Bo'pti-da. O'ziga o'zi qilibdi-da. Qayga? Bikis tiqaman. Yo'q, kerak emas. Подожди, babuli hozir olib kelib beraman, ish chiqib qoldi. Dang.